ko'p narsada farzand tarbiyasida ular bilan qanaqa munosabatda bo'lishda men qiynalardim. Chochilar ekan. O'sha chochganda ko'p narsalarni anglab olar ekansiz. Endi ona baribir yumshoqroq bo'ladi, go'da o'g'il bolaga qattiqroq turish kerak. Assalomu alaykum. Men ismim Komila. Men Muhammadali Ishonqulovni eshitib turardim nasihatlarini. Keyin bizni ixlosimiz ham bor edi. Ularning ilmlari baribir havas qilardik. Farzandimiz shunga o'xshasin deb. Keyin farzandlarim yuksalish kursida men sotsетdan ko'rib qoldim. Shu orqali bu yoqqa keldik. Ikkita o'g'lim shu yerda o'qishdi. Keyin ota-onalar majlisiga kelib qatnashib turdim. Keyin yana katta majlis bo'ldi, katta auditoriyada o'sha yerda shu kurs to'g'risida ma'lumot berdilar Ikromali. Orada Ikromalini biz o'sha tarbiyaviy soatlariga kirib qatnashib turganimiz uchun bizning ixlosimiz baribir bo'ldi ularga. Ustozga nima deydi, ishtiyoq. Keyin o'sha oxirgi majlisda biz insonni nimalarga ko'proq e'tibor berish, o'sha bilimni, ilmini o'rganish to'g'risida degan gaplari menga nima deydi, chaq etdi-da. O'sha narsaga men ixlos qilib shu yoqqa kelishimga sabab bo'ldi. Darsda shu narsani olganingiz uchun xursand. Darsda bo'ldi, ko'p podkastlar bo'ldi. O'sha narsalar baribir orada bu ilmlarni eshitib borardim. Qatnashganman ham boshqa kurslarga. Bu tushuncha menga yengillik bo'lmadi. Yana ham kengroq tushunganim uchun, yana ham o'sha narsani olish uchun keldim bu yoqqa. Bu yerda chochilar ekan. O'sha chochganda ko'p narsalarni anglab olar ekansiz. Lekin odam o'zini ustida ishlashga qiynaladi. O'sha nima deydi, mag'zini topishga, qatdan qanaq qilib, balkim meni o'zim ilmim balkim yetmagandir bunga. Bu yerda shu narsani chochishgani uchun menga osonroq bo'ldi. Yana o'qiganimda ham o'sha narsani demak mana shu ekan, demak mana bu ekan degan narsa bo'ldi menda. O'sha ichki men ego bor-ku, ana o'sha narsa. Ko'p narsada farzand tarbiyasida ular bilan qanaqa munosabatda bo'lishda men qiynalardim. Chunki farzandlarim o'g'il bola tarbiyasida baribir endi ona baribir yumshoqroq bo'ladi, go'da o'g'il bolaga qattiqroq turish kerak. Ertalab ketadilar, kechki payt ishdan uyga keladilar. Bab orada biz endi adamimizga ham aytardim, shunaqa mana shunaqa paytda qanaqa turish kerak, sizni o'rningiz bor, ularning ham o'rinlari bor. Lekin baribir ona bu yerda otaga ham qanaqadir unga yetkazib berish qobiliyati ham bo'lishi kerak. Degan bir nima yoqildi menda. Bu yerda aynan farzandni tarbiyasi emas. Aynan odam o'zidan boshlash kerakligini, odam o'zidan boshlagandan keyin o'sha har bitta qilayotgan, bizga kelayotgan nima deydi, oyna. Mo'minga oyna. O'sha narsa kerakligini, nima uchun shunaqa narsa hayotda baribir bu dunyo bizga sinov. Bu sinovlarga nima uchun, qanaqa biz ularga javob berishimiz, nima uchun bu narsa bizga keldi? Odam ilmli bo'lsa, kelayotgan har bitta holatda qanaqa qilib chiqish, unga qanaqa qilib emotsiyada bo'lish, yana ilm egalari masalan og'ir bosiq bo'ladi. Odatda bular qanaqa bu qobiliyatga ega bo'lar ekan degan fikr menda ko'p aylanardi. Farzand tarbiyasi bu siz ona bo'lganingizdan keyin bo'lar ekansiz. Ona bo'lgunizcha, men farzandli bo'lsam, farzandimni bunaqa tarbiyalayman, unaqa tarbiyalayman deb atrofdagi bolalarni ko'rsa, yo'q, men unaqa tarbiyalayman deb ayta olasiz, lekin siz bunga ona bo'lganingizdan keyin bu hayot, kino boshqacha, hayot boshqacha, xuddi shunaqa narsa. Afsuslanmayman, yana kurslar bo'lsa, jon dilimdan qatnashishga tayyorman. Xudo xolisi shu ilmlarga avvalambor yaxshilab rioya qilib, yana ham buni o'qib, yana ham buni nima deydi, o'zimizga yozishimiz kerak deb o'ylayman.